Assalomu alaykum, hurmatli mahalla raislarimiz, hurmatli mahalla yettiligi a'zolari, mahalla balansi, yo'l xaritasi, undan tashqari bandlik dasturi va ombor daftarlarini shakllantirish bo'yicha yo'nalish berib o'taman. Mahalla balansi xabaringlar bor. Hurmatli prezidentimiz Andijon viloyatiga tashriflari jarayonida o'sha yerda amaliyotga joriy qilindi. Birinchi Dukcheshon mahallasida o'sha Dukcheshon mahallasini yettiligi a'zolari bilan mahalla to'liq xatlovdan o'tkazilib yakunlangandan keyin Dukcheshon mahallasi misolida mahalla balansi shakllantirildi. Mahalla balansi 25 yo'nalish 401 ko'rsatkichdan iborat. Mahalla balansi Dukcheshon mahallasi misolida ishlab chiqilgandan keyin buni barcha respublikamizdagi 9452 ta mahalla fuqarolar yig'inlariga elektron shaklda yetkazib berildi. Dukcheshon mahallasi balansini demak ishlangan varianti hech o'zgartirishsiz berildi, chunki asosiy masala u yerda demak biz uni barcha mahallalarimizda o'sha berilgan namuna shaklida sifatli ishlab chiqish maqsadida demak Dukcheshon mahallasi misoldagi mahalla balansi barcha mahallalarimizga yetkazib berildi. Endi umuman olganda mahalla balansini shakllantirishda dastlab ishni nimadan boshlash kerak degan savol tug'iladi. Mahalla balansini shakllantirish uchun mahalla yettiligi, mahalla raisi bosh mahallani to'liq avvalambor xatlovdan o'tkazib bo'lgandan keyingina, undan keyin qo'limizda barcha ma'lumotlar tayyor bo'lgandan keyin mahalla yettiligi a'zolari birgalikda o'tirib, demak mana shu berilgan namuna shaklda mahalla balansini to'liq shakllantirib olish lozim bo'ladi. Mahalla balansini shakllantirishda demak u yerda 25 ta yo'nalish, birorta bir yo'nalishda demak biz xato kamchiliklarga yo'l qo'yishimiz mumkin emas. Holatlarni ko'rdik. Mahalla balansini shakllantirishda ayrim yo'nalishlarda bizda mahalla yettiligi xato kamchiliklarga yo'l qo'yayotgan holatlarni biz amaliyotda ko'rdik. Shuning uchun biz bergan namunadagi mahalla balansida u yerda hamma narsa tushunarli yozilgan, faqatgina ayrim yo'nalishlarda demak xato kamchiliklarga yo'l qo'yilyapti. O'sha yo'nalishlarga biz to'xtalib o'tishni lozim deb topdik. Eng asosiy masala bu yerda 10-yo'nalishimiz bor. Bu yerda aynan mahalla fuqarolar yig'inlarida istiqomat qilayotgan maktab o'quvchilari to'g'risida bu yerda ma'lumot kiritilishi kerak. Ko'pchilik mahallalarimizda o'sha 10-yo'nalishdagi demak kiritilishi kerak bo'lgan ma'lumotni o'sha sarlavhasiga jiddiy e'tibor qaratmasdan u yerda demak aynan mahalla fuqarolar yig'inlarida istiqomat qilayotgan o'quvchilar to'g'risidagi ma'lumotni emas, mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan maktab o'quvchilari to'g'risidagi ma'lumot kiritilyapti. U yerda yaxshiroq e'tibor berish kerak bo'ladi. Aynan mahalla fuqarolar yig'inlarida istiqomat qilayotgan maktab o'quvchilari to'g'risidagi ma'lumotni kiritishimiz lozim bo'ladi. Undan keyingi bir e'tiborni jiddiyroq qaratish kerak bo'lgan yo'nalish bu 14-yo'nalish, mahalla fuqarolar yig'inlaridagi demak soliq inspektorining yo'nalishi. Bu yerda aynan o'sha birinchi galda mahalla fuqarolar yig'inlari hududidagi xonadonlarda demak mol mulk va yer solig'i to'lovchi fuqarolarimizni to'liq soni to'g'risidagi ma'lumot kiritilishi kerak bo'ladi. Undan keyin 2023-yil davomida demak aynan yer va mol mulk solig'i undirilishi to'g'risidagi ma'lumot kiritilishi kerak va undan keyin demak 2024-yil 1-yanvar holatiga demak aynan yer va mol mulk solig'i bo'yicha qancha qarzdorlik qolgan bo'lsa, shu qarzdorlik to'g'risidagi ma'lumot kiritilishi kerak. Endi bu ma'lumotlarni kiritishdan asosiy maqsad biz 2024-yil uchun yer va mol mulk solig'idan demak o'zimizda qancha imkoniyatimiz bor, qancha resursimiz bor, shuni hisob kitobini chiqarib olishimiz kerak. Demak, mana 2024-yil 1-yanvar holatidagi qarzdorlik to'g'risidagi ma'lumot qo'limizda bo'lgandan keyin biz demak 2024-yil uchun demak hisoblangan yer va mol mulk solig'i to'g'risidagi ma'lumotni soliq inspektorimiz demak bu to'g'risidagi ma'lumotni aynan mahalla balansiga shu 14-yo'nalishda tegishli grafalarga kiritishga to'g'ri keladi. 2024-yil uchun hisoblangan yer va mol mulk solig'i va bizda 2024-yil 1-yanvar holatidagi demak qarzdorlik ikkalasini qo'shganimizdan keyin bizda 2024-yil uchun bizda demak resursimiz aniq bo'ladi. Dukcheshon mahallasi misolida mahalla yo'l xaritasi ishlab chiqildi. Yo'l xarita 7 ta bo'lim, 29 ta banddan iborat namuna yo'l xaritalari
respublikamizdagi barcha mahalla fuqarolar yig'inlariga yetkazib berildi. Bundan hammalaringizni xabarlaringiz bor. Demak, aholi muammolari va ijtimoiy-iqtisodiy masalalarni o'rganish jarayonida aniqlangan muammolarni bartaraf etish bo'yicha har bir mahallada demak yo'l xaritasi tuzilishi kerak bo'ladi. Bu yo'l xaritasi demak 7 ta bo'lim, men yuqorida ham aytib o'tdim. Demak 7 ta bo'lim 29 banddan iborat deb aytyapmiz. Hozirgacha kunduzda biz aksariyat amaliyotda ko'ryapmiz. Dastlab Andijon viloyatiga tashrif jarayonida dastlabki namuna o'sha 7 ta bo'lim 19 banddan iborat bo'lgan yo'l xaritalari dastlab viloyat hududiy boshqarmalari orqali mahalla fuqarolar yig'inlariga yetkazib berilgan. Lekin Dukchesho mahallasida aynan mahallani to'liq xatlovdan o'tkazish natijasida u yerda yana qo'shimcha boshqa muammolar ham kelib chiqdi. Shundan keyin demak biz 7 ta bo'lim va u yerda 29 banddan iborat demak mahallani aholi muammolari va ijtimoiy-iqtisodiy masalalarni o'rganish jarayonida aniqlangan muammolarni bartaraf etish bo'yicha yo'l xaritasini tuzib namuna sifatida joylarga yetkazdik. Ishlab chiqilgan yo'l xaritamiz albatta o'sha mahallani demak mavjud muammolari, u yerdagi shart-sharoitlardan kelib chiqib, yana bunga qo'shimchalar ham kiritish mumkin bo'ladi. Lekin yo'l xaritaga bu yerda aniqlangan muammolar, ularni demak manzilli biz kiritishimiz kerak bo'ladi. Har bir yo'nalish bo'yicha manzilli demak aynan o'sha aniqlangan muammolar yoki aynan aniqlangan muammolarning egalari bo'ladigan bo'lsa, bunda demak familiyalar bilan aniq ko'rsatilgan holda muammolarni kiritishimiz va muammoni bartaraf etish bo'yicha aniq muddatlarni belgilab, undan keyin mas'ullarni ham albatta biz belgilab berishimiz kerak bo'ladi. Yo'l xaritalarni demak sifatli tuzib olganimizdan keyin albatta bu yerda yo'l xaritasining tepasida demak sektor rahbarlarimiz va uni bilan kelishgan holda tuman shahar hokimlarimiz uni tasdiqlab berishadi. Lekin yo'l xaritani pastki qismida bu yerda turli yo'nalishlardagi muammolar, mahalladagi turli yo'nalishdagi muammolar aniqlangan. Bu albatta o'sha ijtimoiy ma'naviy muhitni sog'lomlashtirishdan tortib mahalladagi o'sha infratuzilma obyektlarida aniqlangan muammolar, yo'l masalalari u yerda qolaversa o'sha elektr energiyasi, suv masalalari yoki tungi chiroqlar masalalari, turli yo'nalishdagi masala muammolar aniqlangandan keyin undan keyin mana yo'l xaritaga kiritilgan. Bunda demak o'sha yo'l xaritamizning pastki qismida tuman shahar hokimlarini barcha o'rinbosarlari imzolashlari kerak va qo'shimcha tarzda bu yerda tuman shahar mahalla uyushmasining tuman shahar bo'lim boshliqlari ham imzolashi kerak bo'ladi. Nima uchun biz barcha tuman shahar hokimlarini demak barcha o'rinbosarlari imzolaydi degan bu narsaga e'tibor qaratdik. Sababiki u yerda turli yo'nalishlarda masala mahallada aniqlangan turli yo'nalishlardagi demak muammolar mana shu yo'l xaritasiga to'liq kiritilgan. Bundan tashqari mana shu yo'l xaritasini tuzish jarayonida yana bir narsaga hurmatli raislar men e'tibor berishlaringizni so'ragan bo'lardim. Xabarlaringiz bor, mana prezidentimizning 81-sonli farmonlarida bu yerda 20-bandida shunday tartib o'rnatilgan. Bugun kecha kunduzda mahalla fuqarolar yig'ini raislarimiz aynan mahallada aholi e'tirozlariga sabab bo'layotgan muammolarni aniqlash maqsadida muntazam muhokamalar o'tkazib borish kerak bo'ladi. Shu nuqtai nazardan avvalambor bu yo'l xaritani tuzishda birinchi galda biz mahalla yettiligi, mahalla hududini to'liq xatlovdan o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Mahalla hududidagi to'liq korxona tashkilotlar bo'ladi. Mahalla hududini o'zi, qolaversa ijtimoiy soha obyektlari to'liq hamma joy, xonadonlarimiz hammasi demak xatlovdan o'tkazilgandan keyin aniqlangan va qolaversa mana biz 81-sonli farmonda 20-bandida o'rnatilgan tartibga asosan mahalla raislarimiz tomonidan muntazam o'tkaziladigan o'sha aholi e'tirozlariga eng ko'p sabab bo'layotgan masalalarni demak muhokamasiga bag'ishlangan mana shu yig'ilishlarimizda ko'cha boshlarimiz bor, uy boshliqlarimiz bor, qolaversa mahalla faollarimiz tomonidan demak ilgari surilgan muammolarni ham demak shu yerda yo'l xaritasiga kiritishimiz kerak bo'ladi va albatta uni yuqorida aytib o'tganimdek hokimni barcha o'rinbosarlari va tuman shahar mahalla uyushmasining bo'lim boshliqlari va tepada sektor rahbarlari bilan demak tuman shahar hokimlarimiz tasdiqlab muddatlari aniq belgilangandan keyin uni biz ijroga qaratishimiz kerak bo'ladi. Yana bir jihatga e'tibor qaratishimiz kerak. Yo'l xaritalarini imzolangandan keyin albatta hurmatli mana mahalla raislarimiz
yo'l xaritadagi belgilangan muddatda bajarilishi kerak bo'lgan masalalarni albatta monitoringni biz yuritib borishimiz shart bo'ladi. Shuning uchun hurmatli raislar, mana prezidentimizni 21 dekabrda aynan mahalla yo'nalishiga bag'ishlangan ikkita hujjatlari qabul qilindi. Bu birinchisi 209 sonli farmon bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi bu 402 sonli qaror. 209 sonli farmonda xabarlaringiz bor, mana mahalla raislarini 5 ta asosiy vazifasi belgilab qo'yilgan. Mana shu vazifalardan bittasi demak mahalla raisi mahallani yettiligi a'zolariga demak a'zolariga o'zini yo'nalishi bo'yicha tegishli muammolarga asoslangan demak o'sha muammolarga biz mahalla yettiligini yo'naltirib borish kerak bo'ladi. Har oyda kamida 10 ta muammoni demak ularga berib demak mana shu muammolarning ijrosini, nazoratini olib borish kerak va shu jarayonda demak ular bilan doimiy bir ularning hisobotlarini ham eshitib borish kerak bo'ladi. Mana shu hisobotlarni eshitib borish jarayonida albatta men o'ylayman qabul qilingan mana sektor rahbari va hokim tomonidan tasdiqlangan mahalla yo'l xaritasini ham muhokamasini har haftada demak hech bo'lmaganda juma kuni bir marta mana mahalla yettiligi yig'ilgan mahallada muhokamasini qilib borib, u yerdagi masalalarni ijrosini yana bir marta monitoringni olib borib, qayerda demak belgilangan muddatda masalalar bo'lmayotgan bo'lsa, albatta uni ijrochilariga mahalla raisi bosh, mahalla yettiligi a'zolari chiqib, demak mana shu dastur ijrosini to'liq demak ta'minlash choralarini albatta biz ko'rishimiz kerak bo'ladi. Hurmatli yettilik a'zolari, keyingi yo'nalishimiz bandlik dasturi. Yuqorida ham aytib o'tdim, aynan mahalla balansi bo'ladimi yoki o'sha mahallani yo'l xaritasi bo'ladimi, bandlik dasturi bo'ladimi, ombor daftari bo'ladimi, bularning hammasi mahallani to'liq xatlovdan o'tkazib bo'lgandan keyingina shakllantirilishi kerak bo'ladi. Endi bandlik dasturiga to'xtaladigan bo'lsak, Dukcheshon mahallasi misolida biz bandlik dasturini ham albatta hammalaringizga biz yetkazganmiz. Bu yerda xatlov o'tkazish natijasida Dukcheshon mahallasida 88 nafar ishsizlar aniqlandi. Mana shu belgilangan namuna shaklda ularni bandligini qanday ta'minlaymiz degan savolga demak mahalla yettiligi a'zolari mahalla idorasida to'liq o'tirib, albatta bu yerda yana bir tuman hokimini birinchi o'rinbosari tomonidan har bir mahallaga o'sha jarayonda iqtisodiy kompleksdan bittadan mas'ul xodim biriktirib berildi. Qolaversa mahallabay tuman kambag'allik bo'limidan demak mahallabay yo'nalishi bo'yicha mas'ullarni biriktirib berishdi va qolaversa mahallaga biriktirilgan bank xodimi bilan birga mahalla yettiligi a'zolari birga o'tirib mana shu aniqlangan ishsizlarimizni ularning bandligini qanday ta'minlaymiz degan savolga to'liq javob topishga harakat qilishdi. Demak mana sizlarga berilgan namunada 88 nafar ishsizlarimiz ularni birinchi navbatda nimaga e'tibor qaratildi? Birinchi galda mana shu aniqlangan ishsizlarimizni ularning mutaxassisligi nima, kasb-kori nima va ularning xohish istagi avvalambor nima va ularning uyida nima imkoniyati bor. Bu yerda mahalla raisi, hokim yordamchisi, xotin-qizlar faoli, yoshlar yetakchisi birgalashib o'tirib va qolaversa o'sha bizni ishsiz fuqaromiz va bank xodimlari birga o'tirib bu mana shu aniqlangan ishsiz fuqarolarimizni har biri bo'yicha alohida ishlandi. Yuqorida aytib o'tganimdek, birinchi galda ishsiz fuqaromiz kasb-kori, mutaxassisligi va ularning xohish istagi va uyidagi mavjud imkoniyati shu inobatga olindi. E'tibor bergan bo'lsangiz, bu yerda birinchi fuqaromizni mutaxassisligi demak bog'cha tarbiyachisi yo'nalishi bo'yicha mutaxassislik bo'yicha o'qib diplom olgan fuqaromiz. Bu fuqaromiz bilan individual suhbatlashildi. Ular uylarida imkoniyat bor, boshqa yo'nalishga yo'naltirish demak imkoniyati ham bor edi, lekin ular turib oldi. Men diplom bor, mana shu aynan shu diplom yo'nalishim bo'yicha, o'zim o'qigan yo'nalishim bo'yicha menga ish topib beringlar degan masalani qo'ygandan keyin, undan keyin bu yerda sektor rahbarimiz, ikkinchi sektor rahbari birgalashib o'tirib hududdagi bo'sh ish o'rinlari hammasi demak birma-bir ko'rib chiqildi va ular o'sha yaqin o'rtadagi bolalar bog'chasiga demak tarbiyachilikka joylashtirish rejalashtirib olindi. Va qolgan 88 ta fuqarolarimizni ayrimlariga demak
bandligini ta'minlash uchun ularga kredit berish, ayrimlariga demak o'sha subsidiya berish, ayrimlariga 15 sotixli yer berish masalalari bo'yicha ularni bandligini ta'minlash mana rejalashtirib olindi. Ayrim fuqarolarimiz mana tikuvchilik yo'nalishi bo'yicha ularda imkoniyat borligi inobatga olib, demak ularni talab istaklarini ham inobatga oldik. Qo'shni mahalla hududida yangi tikuvchilik yo'nalishi bo'yicha ochilgan korxonada bo'sh ish o'rinlariga demak joylashtirish talabini ular tomonidan ilgari surildi va albatta o'sha korxona rahbari bilan gaplashib, ularni demak o'sha qo'shni mahallada joylashgan tikuvchilik korxonasiga ishga joylashtirishni biz rejalashtirib oldik. Va yakunida e'tibor bergan bo'lsangiz, ayrim fuqarolarimiz demak o'sha kredit hisobiga demak turli yo'nalishlarda o'zlarini tijoratlarini yo'lga qo'yishni rejalashtirishdi. Va yakunda e'tibor bergan bo'lsangiz, aynan 88 ta ishsizlarimizni bandligini ta'minlash bo'yicha qancha mablag' sarflanishigacha hisob kitoblarimizni qilib chiqdik. To'g'ridan to'g'ri bo'sh ish o'rinlariga fuqarolarimizni joylashtiradigan bo'lsak, u hech qanday mablag' talab qilmaydi. Lekin kredit, subsidiya masalalarimiz bor yoki boshqa yo'nalishlarimizda demak mablag' talab qilinadigan yo'nalishlarimiz bor. Buni ham aniq mana shu berilgan shaklda hisob kitoblari bilan biz qilib chiqdik. Demak, yakuni bilan 88 nafar ishsizlarimizni aynan Dukcha Eshon mahallasidagi aniqlangan 88 nafar ishsizlarimizni bandligini ta'minlash uchun bizga 1 milliard 270 million mablag' kerak bo'ldi. 1 milliard 270 million mablag'da 1 milliard 117 millioni bu demak kredit va 153 millioni subsidiya hisobiga to'g'ri keldi. Mana shunday qilib 88 nafar fuqarolarimizni bandligini ta'minlash uchun biz aniq hisob kitoblarimizni ishlab chiqdik. Bu yerda yana mana shu mahallaning o'zida 11 ta ko'cha bo'ladigan bo'lsa, 11 ta ko'chada 524 ta xonadon bor. 11 ta ko'cha bo'yicha mana shu ishsizlarimiz har bittasini demak 11 ta ko'cha bo'yicha nechta ishsizlarimiz borligigacha biz hisob kitobini qilib chiqdik va har bir ko'cha bo'yicha demak ishsizlarimizni bandligini ta'minlash bo'yicha qancha umumiy mablag' sarflanadi va bularning demak qanchasi kredit, qanchasi subsidiya ekanligini ham demak mahalla Dukcha Eshon mahallasi misolida aniq hisob kitoblarimizni chiqarib oldik. Demak va mahallani mana shu bandlik dasturi mana shu ro'yxatimiz asosida mahallani bandlik dasturi ishlab chiqildi. Bu yerda aniq raqamlarimizda demak nechta 88 nafar ishsiz fuqarolarimizni nechtasini biz demak nechtasiga kredit beramiz, nechtasini demak o'zini o'zi band qilish yo'nalishi bo'yicha demak bandligini ta'minlaymiz. Nechtasiga biz yer ajratamiz, nechtasini pillachilik yo'nalishi bo'yicha demak bandligini ta'minlaymiz va nechta fuqarolarimiz demak pillachilik yo'nalishi bo'yicha bandligini ta'minlashdi. Demak hozirgi bergan namunamizda demak aniq hisob kitoblarimizni qilib chiqdik va mahalla yakuni bilan o'zini bandlik dasturini ishlab chiqdi. Bandlik dasturi har bir mahallada ishlab chiqilgandan keyin albatta sektorda bu jamlanib sektor dasturi ishlab chiqildi. Sektorlarni bandlik dasturi bo'yicha sektor rahbarlarimiz umuman mana shu mahalladagi deylik nechta 10 ta bo'lishi mumkin, 12 ta, 15 ta, 20 ta, undan ham ko'p bo'lishi mumkin mahalla fuqarolar yig'inlari har bir sektorda. Demak, umumiy har bir mahalla bo'yicha sektorda demak ishsizlarimizni aniq hisob kitobi qilib chiqildi va ularni bandligini ta'minlash bo'yicha sektor rahbarlarimiz o'zlarini aniq bir dasturlarni ishlab chiqishdi. Va yakunida har bir tuman shaharda xalq deputatlari tuman shahar kengashlarining sessiyasida sektor rahbarlarimiz o'zlarining sektorlari bo'yicha jami aniqlangan ishsizlar soni va ularni qaysi yo'nalishlarda va qaysi muddatda bandligini ta'minlash bo'yicha deputatlarimiz oldida axborot berishdi va xalq deputatlari tuman shahar kengashlarini aynan o'sha har bir sektor bo'yicha aniqlangan ishsizlar va ularni bandligini ta'minlash bo'yicha sektor dasturlari tasdiqlanib ijroga qaratildi. Hurmatli yettilik a'zolari, keyingi mavzumiz demak mahallani ishsizlikdan xoli hududga aylantirish va obod xonadon, obod ko'cha, obod mahalla mezonlarini joriy etishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish bo'yicha ombor daftarlariga to'xtalib o'tmoqchiman. Endi xabarlaringiz bor. Ombor daftarlari hurmatli prezidentimiz Andijon viloyatiga tashriflari jarayonida demak amaliyotga joriy qilindi va respublikamiz barcha
mahallalarida aynan Andijon viloyati Dukcha Eshon mahallasi misolida ishlab chiqilgan ombor daftari namunasi barcha mahallalarimizga yetkazib berildi. Andijon viloyatida ombor daftarini shakllantirishda demak biz 6 ta yo'nalish ombor daftariga kiritilgan edi. Undan keyingi prezidentimizning tashriflari Xorazm viloyatiga bo'lgan vaqtda demak aynan ombor daftaridagi 6 ta yo'nalishga yana qo'shimcha 3 ta yo'nalish qo'shildi. Biz hozir amaliyotda ko'ryapmiz, ombor daftarini dastlab shakllantirilganda o'sha 6 ta yo'nalish Andijon viloyatidagi yo'nalishlar ko'p ayrim mahallalarda faqat shu yo'nalish bo'yicha ishlangan, lekin keyingi to'ldirilgan qismi demak e'tiborsiz qoldirilgan joylarimiz ham yo'q emas. Shuning uchun hurmatli tinglovchilar, mana shu narsaga e'tibor berishlaringizni so'rab qolgan bo'lardim. Oxirgi demak butun respublikamizga joriy qilingan namuna Xorazm viloyatidagi tashrifdan keyingi demak 9 ta bo'limdan iborat bo'lgan ombor daftari amaliyotga joriy qilindi. Endi ombor daftarini shakllantirishda mahalla yettiligi bir bo'lib demak birgalikda o'tirib ombor daftarini shakllantirishi lozim bo'ladi. Birinchi galda e'tiborimizni nimaga qaratishimiz kerak? Soliq va ijtimoiy xodimlarimiz 2 ta 3 ta mahallaga bitta xodim biriktirilganligini inobatga olib, soliq va ijtimoiy xodimlarimizga aynan bizning mahallamizda sal kamroq xonadonlarni biriktirib berishimiz kerak bo'ladi. Sababi ushbu xodimlarimizga ular biriktirilgan 2 va 3 mahallalardan ham albatta xonadon ko'chalarimiz biriktirib beriladi. Endi ombor daftarini endi dastlabki varaqlarda e'tibor bergan bo'lsangiz, birinchi mahalla yettiligi a'zolari to'g'risida to'liq ma'lumot kiritilgan. Undan keyin demak mahalladagi o'sha jamoatchilik vakillarimiz bor. Ular to'g'risida to'liq ma'lumot kiritilgan. Bu yerda bir e'tibor berishimiz kerak bo'lgan joyi, har bir ko'chaga mana avvalambor ko'cha boshlarimiz, undan keyin jamoatchilik vakillarimiz, har bir ko'chaga ma'naviyatchilarimizni biz biriktirib chiqdik. Mana shu biriktirish jarayonida har bir ko'chaga demak ko'cha boshlarimiz ham ayol ham erkak ko'cha boshlarimizni biz biriktirishimiz kerak. Jamoatchilik vakillarimiz ham xuddi shunday ayol erkak biriktirilishi kerak. Ma'naviyat targ'ibotchilarimiz ham albatta ayol erkak ma'naviyat targ'ibotchilarimiz biriktirilib chiqilishi kerak bo'ladi. Ma'naviyatchi targ'ibotchilarimizni biriktirishda biz tavsiya bergan bo'lardik. Avvalambor o'sha ziyolilarimiz bor. Hozirgi davrda nafaqada bo'lgan biz o'qituvchilarimiz, ziyoli mahalla faollarimiz bor. Qolaversa tuman ma'naviyat targ'ibot markazining rahbarlari bilan ular bilan ham maslahatlashib va mahalla hududidagi ta'lim muassasasi rahbarlari bilan maslahat qilib, undan keyin eng namunali, eng o'sha salohiyatli ma'naviyatchilarimizni mahallamizni har bir ko'chalarga albatta biriktirib chiqishimiz kerak bo'ladi. Ular to'g'risidagi ma'lumotlar biz bergan namuna asosida ombor daftariga kiritilishi lozim bo'ladi. Bundan tashqari Oqila ayollar harakati a'zolari, ularning Oqila ayollar harakati rahbari va ularning a'zolari va qolaversa maktablarimizga biriktirilgan nuroniylarimiz to'g'risidagi ma'lumotlarni ham albatta ombor daftarlariga biz kiritishimiz kerak bo'ladi. Bu narsaga e'tibor berish kerak. Maktablarimizga albatta eng kamida 2 tadan nuroniylarimizni biz biriktirib chiqishimiz kerak bo'ladi. Endi savol tug'iladi. Mana biz ombor daftarlarimizga kiritib qo'ydik. Jamoatchilik vakillarimizni, ko'cha boshlarimizni, ma'naviyatchilarimizni va nuroniylarimizni albatta biriktirib mahalla vakillari bilan bir qarorga kelib biriktirib chiqdik, lekin ularning vazifalari nimadan iborat degan savol tug'ilishi tabiiy. Biz qo'shimcha tarzda mahalla o'sha ko'cha boshlarimizni, jamoatchilik vakillarimizni, mahalladagi o'sha har bir ko'chaga biriktirilgan ma'naviyatchilarimizni va qolaversa maktablarimizga biriktirilgan nuroniylarimiz vazifasi nimadan iborat degan bir varaqlik tezis qilganmiz. Buni ham sizlarga yetkazib berganmiz. Birinchi galda demak ombor daftarida biz barcha ma'lumotlarni jamlab bo'lganimizdan keyin albatta biriktirilgan jamoatchilik vakillarimizni hammasini hurmatli raislar, siz o'zingiz bosh ularni yig'ib biz bergan tezislarni demak jamoat ko'cha boshlarimizni vazifasi nimadan iborat, ularni vazifasini demak qolaversa jamoatchilik vakillarimizni qolganlarini ham vazifalari nimadan iborat, ularni biz printerdan chiqarib demak chop qilib avvalambor uni o'zimiz o'qib chiqishimiz kerak bo'ladi. O'zimiz ularning vazifasi nimadan iborat ekanligini yaxshilab o'qib tushunib olishimiz kerak bo'ladi. Undan keyin mana shu chiqarilgan variantlarimizni albatta ko'cha boshlarimizni, ma'naviyatchilarimizni, jamoatchilik vakillarimizni, nuroniylarimizni qo'llariga berib,
ularga tushuntirib berishimiz kerak bo'ladi va vaqti bilan ularga belgilab berilgan vazifalarni demak biz hech bo'lmaganda haftada bir marta barcha vakillarni bir joyga jamlab belgilangan vazifalar bo'yicha ularni demak hisobotini ham eshitib borishimiz kerak bo'ladi. Ombor daftarimizni nomlanishiga e'tibor bergan bo'lsangiz, mahalla hududini demak ishsizlikdan xoli hududga aylantirish bo'yicha birinchi urg'u shu masalaga berilgan. Ombor daftari deyilyapti. Demak, aniqlangan ishsizlarimiz bor. Mana shu ishsizlarimizni berilgan namuna shaklida demak ombor daftariga biz kiritishimiz kerak bo'ladi. Ishsizlarimiz avvalambor birinchi galda e'tibor beramiz. Men yuqorida ham aytib o'tdim. Mahalla hududini biz mahalla yettiligiga bo'lib chiqishimiz kerak. Demak, bir namuna sifatida ko'radigan bo'lsak, Dukchi Eshon mahallasida u yerda birinchi ko'cha Jome ko'chasi. Jome ko'chasiga mahalla raisi mas'ul sifatida biriktirilgan. Bu yerdagi Jome ko'chasidagi ishsizlarimiz, ularning uy raqamlari, familiya ism shariflari, undan keyin ularni demak ijtimoiy holati, qaysi daftarda ular turadi? Agar balkim ayollar daftarida turishi mumkindir yoki temir daftarda turishi mumkindir. Bularni demak ularning ijtimoiy holati ham albatta belgilab ketilishi kerak bo'ladi va ularni biz birgalashib bandlik dasturini tuzish jarayonida qaysi yo'nalishga bandligini ta'minlashimiz. Bu mana shu belgilangan berilgan namuna shaklga demak buni ham biz kiritib ketishimiz kerak bo'ladi. Va bu yerda bularni bandligini ta'minlash muddatlari ham albatta belgilab qo'yilishi kerak bo'ladi. Bandligini ta'minlash muddatlarini belgilashda bir narsaga e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi. Faqatgina mablag' bilan bog'liq joylari bor. Mablag' bilan bog'liq joylari aynan o'sha kredit ajratish yoki subsidiya ajratish belgilab olingan bo'lsa, o'sha kredit liniyalarimiz yoki subsidiya ajratish masalalarimiz qaysi davrda hali ochilishi mumkin, shu narsalarni hammasini inobatga olib, undan keyin muddatlarini biz belgilab va talab etiladigan mablag'larni ham albatta qo'yib ketishimiz kerak bo'ladi. Ombor daftarida keyingi yo'nalish, bu yerda xabaringiz bor, prezidentimiz tomonidan bu yil mana yil boshida respublika bo'yicha 60 ming gektar yerlarni demak aynan mahalla hududidagi o'sha ishsiz yoshlarimizga ajratish topshirig'i berildi. Bu yerda demak ishsiz yoshlarimizga ajratiladigan yer to'g'risida ham alohida ombor daftarida bu yerda band qo'shilgan. Demak o'sha mahalla yettiligi tavsiyasi asosida mahalladagi yoshlarga ajratilgan o'sha avvalambor yer ajratilgan yoshlar to'g'risidagi ma'lumot va bu yerda qaysi mahalla demak yaqinida yoki mahalla o'zini hududida bo'lishi mumkin, qaysi hududdan, qaysi konturdan ajratilgan va qancha yer maydoni ajratilgan, shu to'g'risida demak belgilangan namunadagi ma'lumotni ham biz ombor daftariga kiritishimiz kerak bo'ladi. Undan keyingi yo'nalishimiz demak obod xonadon mezonlarini joriy etishga qaratilgan demak yo'nalishimiz bor. Obod xonadonda demak mahalla raislarimiz bilan bo'lgan muloqotlar jarayonida demak biz o'sha birinchi galda mahalladagi xonadonlarni biz 4 ta toifaga bo'lib olishni tavsiyasini bergan edik. Bu birinchi galda demak obod xonadonlarimiz, buni hech qanday muammolari yo'q. Ikkinchi demak bu yerda ikkinchi yo'nalish demak bu yerda ozgina xonadonlarda demak obodonlashtirishga muhtoj, lekin ozgina o'zi yo'nalish beradigan bo'lsa, o'zi ta'mirlab olish imkoniyati mavjud xonadonlarimiz bor. Va uchinchi yo'nalishimiz bor. Bu demak ta'mirtalab xonadonlarimiz, lekin ozgina demak mahalla tomonidan yordam beriladigan bo'lsa, u o'zi ta'mirlab olish imkoniyati bor xonadonlarimiz. Va to'rtinchi yo'nalish og'ir toifadagi xonadonlarimiz. Bu xonadonlarimiz demak xonadonlari ta'mirtalab, lekin bularga albatta mahalla tomonidan yoki homiylarni jalb qilgan holda yordam berishimiz kerak bo'lgan xonadonlar. Shu nuqtai nazardan yondashib mahallalarimizdagi demak ta'mirtalab xonadonlarni biz to'liq hammasini ro'yxatini shakllantirib olishimiz kerak bo'ladi. Va ko'chama-ko'cha va bu yerda mas'ullarni belgilab albatta o'sha xonadonlarda demak ta'mirlash bo'yicha, xonadonlarni tartibga keltirish bo'yicha nima ish qilishimiz kerak? Qisqa demak ombor daftariga biz kiritib ketishimiz kerak bo'ladi. Balkim o'sha xonadonlarni demak darvozalarni bo'yash kerakdir. Xonadon fasadini ta'mirlash kerakdir yoki xonadon devorlarini oqlash kerakdir. Yoki o'sha hali xonadonni yordamchi xo'jaliklari bor. O'sha deylik ayvonlari bo'lishi mumkin, o'sha hojatxonasi bo'lishi mumkin, tandirxonasi bo'lishi mumkin. Ularni ta'mirlash bo'yicha har bir xonadon bo'yicha kirib
demak xatlov qilib, undan keyin ombor daftarimizdagi mana shu yo'nalishga kiritib biz o'zimizga rejalarimizni aniq belgilab olishimiz kerak bo'ladi. Lekin xonadonlarda, ta'mirtalab xonadonlarda ombor daftarimizga kiritishda mahallamizdagi to'liq barcha xonadonlar xatlovdan o'tkazilishi kerak bo'ladi. Ta'mirtalab xonadonlar to'liq ro'yxati shakllantirilgan bo'lishi kerak bo'ladi va o'sha ta'mirtalab xonadonlarida qilinishi kerak bo'lgan barcha ishlarimiz aynan mana shu belgilangan shaklga kiritilishi, ijro muddatlari belgilanib olinishi kerak bo'ladi va nazoratga olinishi kerak bo'ladi. Bu yerda bir narsaga e'tibor berishimiz kerak. Bajariladigan ishlarimiz albatta mahallani o'zini kuchi bilan, mahalladagi mavjud imkoniyatlardan kelib chiqib, kerak bo'ladigan bo'lsa og'ir sharoitdagi xonadonlarimizni demak ta'mirlashga mahallani o'zini byudjetidan mablag' ajratish imkoniyatlaridan kelib chiqib ham demak biz ro'yxatlarni to'liq shakllantirib olishimiz kerak bo'ladi. Undan keyingi yo'nalishimiz obod ko'cha, obod mahalla yo'nalishi. E'tibor bergan bo'lsangiz, Dukchi Eshon mahallasi misolida ishlab chiqilgan ombor daftarida bu yerda 11 ta ko'cha, 11 ta ko'chani to'liq biz xatlovdan o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Har bir ko'cha bo'yicha qilishimiz kerak bo'lgan aynan obod ko'cha, obod mahalla mezonlarini joriy qilish bo'yicha qilishimiz kerak bo'lgan ishlarimizni to'liq biz xatlovdan o'tkazib, masalalarimizni belgilab olib, undan keyin ombor daftariga kiritishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda ko'chada balkim ariqlarni tozalash, hashar qilib tartibga keltirish masalalari bo'lishi mumkin. Ko'chalarimizda masalan o'sha xonadonlarimizning o'sha fasadlarini ta'mirlash, ko'cha darvozalarini demak bo'yash masalalari bo'lishi mumkin. Undan tashqari ko'chaga o'sha yashil makon umummilliy loyihasi doirasida ko'chat ekish masalalarini biz esdan chiqarishimiz kerak emas. Undan tashqari o'sha ko'chalarimizdagi mavjud daraxtlarga demak shakl berish masalasi bo'lishi mumkin yoki daraxtlarni oqlash masalalari bo'lishi mumkin. Aynan ko'chani to'liq tartibga keltirish uchun nimaiki qilinish kerak bo'lgan bo'lsa, har bir ko'cha bo'yicha uni hammasini biz mana shu o'zimizni belgilangan demak shaklimizga kiritib olishimiz kerak bo'ladi. Undan tashqari ko'chalarimizda qurilish materiallari har bir xonadonlarning oldida bo'lishi mumkin yoki qurilish chiqindilari bo'lishi mumkin. Bularni ham hammasini rejamizga kiritib, ombor daftariga demak kiritib, undan keyin mas'ullarni belgilab, muddatlarni ham albatta belgilab olishimiz kerak bo'ladi. Keyingi yo'nalishimiz endi mahalla yettiligi to'liq xonadonlarning hammasini xatlovdan o'tkazib, xonadonlarni to'liq o'rganib chiqish kerak bo'ladi. Keyingi yo'nalish demak bu o'sha oilalarni o'rganish jarayonida aniqlangan muammolarni bartaraf etish bo'yicha mahalla yettiligi a'zolarini demak bajaradigan vazifalari bo'yicha aniq ishlab chiqilgan chora-tadbirlar rejasi hisoblanadi. Men yuqorida ham aytib o'tdim, mana shu chora-tadbirlar rejasini amalga oshirish uchun biz mahalla yettiligi a'zolari mahalladagi to'liq xonadonlarning hammasini biz xatlovdan o'tkazishimiz kerak bo'ladi. U xonadonlarni to'liq o'rganishimiz kerak bo'ladi. Fuqarolar bilan biz muloqot qilishimiz kerak bo'ladi. Xonadonlarni o'rganish jarayonida turli xil muammolarga duch kelishimiz mumkin bo'ladi. Endi ko'pchilik bizda hozir mana shu jadvallarimizni to'ldirishda birinchi galda ishsizlik masalasini bu yo'nalishga ham joylashtirishgan. Bu ham albatta muammo, to'g'ri bu masala. Lekin xonadonlarni o'rganish jarayonida qo'shimcha yana o'sha oilalarimizda muammolar aniqlanishi mumkin. Bu deylik moddiy yordam masalasi bo'lishi mumkin yoki masalan tibbiy yordam ko'rsatish masalalari bo'lishi mumkin yoki bitta yarimta masalan o'sha ortopedik mahsulotlarga ehtiyoj bo'lishi mumkin yoki oilalardagi boshqa turli xil muammolar bo'lishi mumkin. Mana shu aniqlangan muammolar to'liq mana shu shaklimizga kiritilishi kerak bo'ladi va muammolarni demak mas'uli albatta belgilanishi kerak bo'ladi. Bu yerda biz yuqorida ham aytib o'tdik, mana shu qaysi ko'chadan, qaysi xonadondan, qaysi fuqaromizda muammo aniqlangan bo'lsa, o'sha ko'chaga biriktirilgan mas'ul yettilik vakili shu muammolarni to'liq ijrosi ta'minlangunga qadar nazoratga olishi kerak bo'ladi va albatta mas'ul hisoblanadi. Bu yerda muammolarni demak bartaraf etish bo'yicha belgilangan muddatimiz bor. U muammoni egasi kim? Birinchi galda bo'lishi mumkin tuman tibbiyot birlashmasining rahbari bo'lishi mumkin yoki deylik o'sha bizdagi hokim yordamchisi bo'lishi mumkin yoki bank xodimi bo'lishi mumkin yoki turli yo'nalishdagi masalan ijtimoiy xodimimiz bo'lishi mumkindir yoki sektor rahbarlarimizga bog'liq masalalar bo'lishi mumkin. Mana shu masalalarni hammasini demak
xonadonlarda, oilalarda aniqlangan muammolarni bartaraf qilishga biz 7lik belgilangan ko'chaga biriktirilgan 7lik a'zosi mas'ul bo'ladi. Muammo to'liq yechilgandan keyin e'tibor bersangiz, belgilangan shaklimizda muammoni egasi albatta ombor daftariga kelib o'zini imzosini qo'yib ketish kerak bo'ladi. Muammo to'liq yechilgandan keyingina muammo egasi kelib mahallaga kelib ombor daftariga imzosini chekib ketish kerak bo'ladi. Muammo qisman yoki bir to'liq bajarilmagan taqdirda muammo egasi demak ombor daftarimizga imzosini qo'yib ketishi mumkin emas. Albatta u yerda fuqaro to'g'risida to'liq ma'lumotlar kiritilgan, respublika ishchi guruhi a'zolari bo'lishi mumkin yoki viloyat ishchi guruhi a'zolari bo'lishi mumkin. Qaysi bir mahallada demak ombor daftarlarida oila muammolari bo'yicha aniqlangan muammolarni bartaraf etish bo'yicha qo'yilgan imzolar albatta uni haqqoniyligi tekshirib ko'riladi. Birinchi galda u yerda xonadonni o'ziga borib demak xonadon egalari bilan demak suhbat jarayonida demak o'sha muammolar hal etilgan, hal etilmaganligiga aniqlik kiritilishi mumkin va qolaversa u yerda fuqaro to'g'risida to'liq ma'lumot bor. Fuqaroni pasport ma'lumotlaridan tortib fuqarolarning demak telefon raqamlarigacha ma'lumotlari hammasi mavjud. O'tirgan o'sha kabinetdan o'sha fuqaroga demak telefon qilib aynan ularni muammosi hal etilgan, hal etilmaganligini demak aniqlash imkoniyati mavjud bo'ladi. Shuning uchun hurmatli raislar, hurmatli 7lik a'zolari, fuqarolarimizni muammolarini to'liq demak ta'minlash masalalariga alohida bir e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi. Endi ombor daftari o'zi aslida nima degan savol ham tug'ilishi tabiiy. Ombor daftari bilasizlar endi mana to'liq mahallani xatlovini o'tkazib bo'lgandan keyin mahalladagi o'sha aniqlangan muammo masalalarimiz bo'yicha mahalla 7ligini ishlab chiqilgan aniq bir chora-tadbirlar rejasi bu ombor daftari hisoblanadi. Endi ombor daftariga kiritilgan masala muammolarni demak ijrosiga bag'ishlangan muhokamalarni hurmatli raislar, mana raislarimiz tomonidan har haftada hech bo'lmaganda bir marta mahalla 7ligi a'zolari to'liq jamlangan holda uni muhokamasini mahalla raislarimiz tashkil qilib borish kerak bo'ladi. 7lik a'zolariga to'liq masalalar belgilab berilgan, ularni zimmasiga masalalar yuklangan va mahalla raisi mana shu ombor daftaridagi masalalarning yechimi bo'yicha muntazam muhokamalarni o'tkazib, belgilangan vazifalarni ijrosini ta'minlashga demak mas'ul bo'lganlarni demak e'tiborini shu masalalarga qaratib borishlari kerak bo'ladi. Albatta har haftaning yakuni bo'yicha aniqlangan muammolar, ularning yechimida balkim qandaydir yana qo'shimcha bir muammolar tug'ilayotgan bo'lishi mumkin. Buni birgalikda mahalla 7ligi a'zolari yechib borishlari kerak bo'ladi. Va albatta amaliyotda biz hozir ko'ryapmiz, yechimi bo'yicha to'liq bir monitoring yuritish hamma joyda ham birda yuritilayotgani yo'q. Oddiy bir e'tibor qaratadigan bo'lsangiz, mana hozir kecha kunduzda o'sha oilalarda mahalla 7ligi tomonidan o'rganish natijasida aniqlangan muammolarni bartaraf qilish bo'yicha ishlab chiqilgan chora-tadbirlar rejasiga e'tibor bersangiz, bir 70-80% muammo ishsizlik masalasi mana shu rejaga kiritilgan. Deylik, hozirgi kecha kunduzda mahallada aniqlangan ishsizlarimizni aksariyat 50-60% ishsizlarimizni biz bandligini ta'minladik. Lekin ombor daftarlarimizda mana shu muammo sifatida kiritib qo'yilgan. Bandligi ta'minlangan o'sha oilani a'zosini muammosi to'liq yechilgan, hal etilgan. Lekin hal etilganlik to'g'risidagi belgi ombor daftariga kiritilmagan. Shuning uchun hurmatli raislar, e'tiborlaringizni mana shu narsaga ham qaratmoqchiman. Demak, muammo hal etildimi? Albatta kelib mahalladagi o'sha ombor daftariga muammo egasi kelib o'zining imzosini qo'yib ketishi demak zarur bo'ladi. Mahalla raislarimiz, bosh mahalla 7ligi a'zolariga yana bir narsani yetkazib qo'ymoqchi edim. 7lik a'zolarining yil oxirigacha bajaradigan ishlari bo'yicha aniq bir dastur ishlab chiqish bo'yicha hurmatli prezidentimiz tomonidan topshiriq bo'ldi. Savol shunday bo'ldiki, mahalla 7ligi yil oxiriga qadar nima ishlarni amalga oshiradi? Mana shundan kelib chiqib, bitta mahalla misolida dastur ishlab chiqish topshirig'i berildi. Biz mahalla 7ligi bilan birga mana G'ijduvon tumani Nodirabegim mahallasi misolida mahalla 7ligini yil oxirigacha bajaradigan
ishlari bo'yicha aniq bir dasturni, manzilli dasturni ishlab chiqdik. Bu yerda 80 ta banddan iborat Nodirabegim mahallasi dasturi ishlab chiqildi. 7lik har bir a'zosini demak bajaradigan ishlari bo'yicha aniq manzilli dastur ishlab chiqildi. Bu yerda mahalla raisini yo'nalishi bo'yicha 24 ta banddan iborat dasturga demak taklif berildi. Hokim yordamchisi yo'nalishi 12 ta banddan iborat. Xotin-qizlar faolimizni ham yo'nalishi 12 ta banddan iborat. Yoshlar yetakchisini yo'nalishi 10 ta banddan iborat. Profilaktika inspektorimiz yo'nalishi 10 ta banddan iborat. Ijtimoiy xodimimiz bilan soliq inspektorlarimiz yo'nalishi demak 6 tadan banddan iborat. Jami Nodirabegim mahallasi dasturi 80 banddan iborat aniq manzilli dastur ishlab chiqildi. Men o'ylayman bu dastur hammalaringizga yetib bordi. Mana shu dastur namunasida har bir mahalla 7lik bir bo'lib o'tirib, demak o'zini yo'nalishi bo'yicha yil oxirigacha nima ishlarni amalga oshiradi, manzilli dasturni ishlab chiqish kerak bo'ladi va uni umumlashtirgandan keyin albatta mahalla 7ligi pastida imzosini qo'yadi va tepasida sektor rahbarimiz bilan kelishgan holda tuman, shahar hokimlarimiz mahalla 7ligini demak yil oxirigacha bajaradigan ishlari bo'yicha aniq dasturni imzolab tasdiqlab berishadi. Bu yerda aniq muddatlari belgilab qo'yilgan va men hurmatli raislarimizdan iltimos qilgan bo'lardim. Mana shu dasturni birinchi galda ishlab chiqib, sektor rahbarlarimiz, hokimlarimizdan tasdiqlangandan keyin har hafta mana shu dasturni ijrosi bo'yicha tanqidiy muhokamalarni o'tkazib borishimiz kerak bo'ladi. Mana shu dasturda belgilangan vazifalarni biz to'liq bajaradigan bo'lsak, albatta yil oxirigacha biz o'zimizni demak vazifamiz bo'yicha o'zimizga biriktirilgan mahallada aniq mas'uliyatimizga yuklatilgan masalalar bo'yicha aniq bir natijaga erishsak aniq bir natijalarga erisha olamiz. Bo'lmasa tartib bilan ishlamaydigan bo'lsak, aniq bir dastur asosida bir ishlamaydigan bo'lsak, ishimizda natija bo'lmaydi. Shuning uchun men o'ylayman, Nodirabegim mahallasi misolida ishlab chiqilgan dastur har bir mahallasida ishlab chiqilishi kerak va uni ijrosi qat'iy bir nazoratga olgan holda yil oxirigacha barcha masalalarimizni to'liq oxiriga yetkazib bajarishimiz kerak bo'ladi. Mana shu ishlarda men hammalaringizga sog'lik, salomatlik, ishlaringizda rivoj tilayman. Sog' bo'linglar.